Assalomu alaykum aziz hurmatli kuzatuvchilar. Sihat klinikasida mana bariatrik operatsiyalardan keyingi natijalar haqida ko'pchilik so'rashadi. Navbatdagi bemorimiz Tojikiston Respublikasidan bizga murojaat qilib kelgan Shonazarova Shozamonova Anorxon 60 yoshida bizga operatsiyaga kelgan edi. Hozir 1 yil bo'ldi operatsiyadan keyin qayta ko'rikka kelyapti. Endi hozir o'zi bilan gaplashamiz. Qay darajada o'zgarishlar bo'ldi, holati qanaqa? Shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi, ancha yaxshiman. Operatsiyadan keyin juda ham yaxshi bo'lib qoldim. Sag'irim va umuman ko'tarilmadi. Rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Necha kilo bilan operatsiya qilgan edik? 85 kilo. 85 kilo bilan. Hozirda 59 kilo. 59 kilo, 60 kilo. 60 kilo. Hozir holatingiz qanaqa? Charchashlar, oldingi shikoyatlar? Yo'q, charchash yo'q. Yaxshi. Hamma xizmatni kelinlar qatori qilib yuribman, yaxshi. Yugurib xizmatlarni qilib yuradi. Men ham xursandman, bolalarim ham xursand. Mana shu hali suyagi yengilligida bir narsani olib ber desam, yo'q men olib beray, men yengilroq deb yugurib turib olib berib. Yaxshi, Xudoga shukr. Bolalarim ham rahmat. Boshidan oxirigacha oyoqda turib meni yaxshi qildi. Allohga rahmat, umridan barakat topsin shular ham. Doktorlarga ham, Akramjon Ulug'beklarga, mana Shavkatjonga rahmat sizlarga ham. Mana shu shifo topdik, mana davo yo'q degandi, mana shu ko'plar saqirmagan davosi bor ekan. Rahmat qo'li yengil doktorlar mana shuni. Mana 1 yil bo'lib qoldi o'zi. Ancha yaxshi. Ana saqir umuman yo'q, saqir. Dorisini ham ichmaysiz? Dorisini ichmaydi. Tekshirtirganingizmi? Kelganim ham shu, tekshirganim ham shu. Bu odam o'zi mazasi qolsa saqir bilinadi. Keyin tekshirtirsa bo'ladi. Ko'zlari xiralashardi, quloqlari shanlardi, mana yo'q mana shu narsalar. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat hammalariga, pullaringizdan ko'rmasin. O'zizga o'xshagan bemorlarga tavsiya qilyapsizmi endi? Tavsiya qilyapmiz, yana tavsiya qilamiz. Nechtalar aytyaptiki, bizda ham o'sha Anor opa borgan joyga olib bordim deganlar o'tib ketdi. Lekin bolalari aytdiki, mana siz ikkinchi gruppaga toifaga tushgansiz. Ular birinchi toifa. Ular sizlarni birinchi toifaga bo'lsan tavakkal qilmaydi operatsiya. Borib ikkinchi toifa bo'lsalaring qilmaydi. Analiz qiladi, o'zi qiladi, hamma nima bo'lsa qiladi. Deb nima qildik? Tavsiya qildik ularga. Endi Xudo meni qancha umr bo'lsa, xursandman. O'sha qarang, rahmat sizlarga, rahmat sizlarga ham. Salomat bo'ling. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'ryapsizlar, qandli diabetni ikkinchi tipini operativ davosi bor. Bu hamma ham operatsiya qilinmaydi. Faqat 60 yoshgacha bo'lgan bemorlar hamda ortiqcha vazni bor bemorlargina operatsiya qilinadi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerak. Bu 100% qandli diabetni davosi topildi deb ayrim qanaqalarda noto'g'ri informatsiyalar ketib qolyapti. Lekin operatsiyaga to'g'ri kelsa, iloji boricha qildirgan ma'qul. Natijalar bilan tanishish uchun bizning YouTube kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom